yoshini alohida chegaralab qo'yilyapti-da. 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish deb berilyapti. O'sha jinsiy zo'ravonlikka tegishli bo'lgan narsalar biz bu bilan hozir chegaralab qo'ymayapmizmi? Boshqa yoshlar bundan chiqib ketmayaptimi? Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining a'zo davlatlariga bergan tavsiyasida 14 yoshgacha bo'lgan shaxs uning fiziologik, ruhiy jihatdan kelib chiqqan demak, uni ixtiyoriy emaslik holatidan jinsiy aloqa qilish bu bolaga nisbatan zo'ravonlik hisoblanadi deb baho bergani uchun oldin ham bizda demak 118-119-modda 4-qismda 14 yoshgacha bola alohida qo'yilgan. Sudlar baribir 14 yoshgacha bo'lgan shaxsni to'g'ridan to'g'ri 118-119 bilan malakalanmayapti. 128 bilan malakalayapti. Biz bu taklif bilan endi sen 128 masalasini ko'rmaysan 14 yoshgacha bo'lgan bolani. To'g'ridan to'g'ri uni nasiliya sifatida 118-119 bilan malakalaysan deb biz to'g'ridan to'g'ri qonun bilan buni fiksatsiya qilganmiz.